Bu çağda Hazreti Aysa'nın şagirdleri onun yanına gelip, erişinin padşahlığında kim en uluq deb sordu. Hazreti Aysa yanına kichik bir balını çakırıp, onu oturup turg'izib, mundaq dedi. Bilib qo'yinglar ki, yomon yo'linglardan yenib, kichik bolalardek sabiy bo'lmasanglar, erishning podshohligiga hargiz kiramaysizlar. Kim o'zini kichik bolalardek to'van tutsa, u erishning podshohligida eng ulug' bo'ladi. Kim meni deb bunda kichik bolalarni qabul qilsa, u meni qabul qilgan bo'ladi. Lekin kim manga e'tiqod qilgan bunda kichiklardan birini gunohga ozdursa, shu odam uchun aytganda bo'yniga yo'g'on tugman teshi isilgan holda dengizning eng cho'nqur yeriga cho'ktirilgani afzal. İnsonni gunohga ozdiradigan tuzoqlar tufaylidan bu dunyoning odamlarining holiga voy. Bundaq tuzoqlardan kechib qutulg'ili bo'lmaydi. Lekin shu tuzoqlarni qirg'uvchining holiga voy. Agar qo'ling yoki puting seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. İki qo'ling yoki ikki puting bor holda mangu o'chmas do'zax o'tiga tashlangandan ko'ra, cho'loq yoki to'kur holda mangulik hayotga erishganing afzal. Agar ko'zing seni gunohga ozdursa, uni o'yib tashla. İki ko'zing bor holda mangu o'chmas do'zax o'tiga tashlangandan ko'ra, birla ko'zing bilan bo'lsa-mu, mangulik hayotga erishganing afzal. Bu sabiylarning har qanday biriga-mu sal qarashdan saqlaninglar. Shuni aytayki, ularning arishdagi farishtalari, arishdagi otam Xudoning jamolini her doim ko'rib turdi. İnson o'g'li ozg'an odamlarni qutqizg'ili keldi. O'ylab beqinglarchu, bir odamning 100 ta qo'yi bo'lib, uningdan biri adishib qolsa, u 99 qo'yni taqqa tashlab, yelqi adashgan qo'yni izdimamdi. Bilib qo'yinglarki, agar uni tepib olsa, u qo'y uchun bo'lgan xushallığı adashmagan 99 uchun bo'lgan xushalligidan cho'ng bo'ladi. Shuningga o'xshash, arishdagi otanglarmu bu sabiylarning hech qaysisining ezib qilishini xohlamaydi. Agar qarindishing gunoh o'tkazib qo'ysa, uning yeniga berib, savalligini ko'rsatib be. Har qanday ish chiqinglarning orasida qolsin. Qarindishing so'zingni anglasa, uning bilan yarashib bo'lasan. Lekin anglamasa, sening aytganlaringning guvohchisi bo'lish uchun yana bir ikki kishini elib, uning yeniga borgin. Hamma ishda 2-3 odam guvohchi bo'lsin. Agar qarindishing ularning so'ziga quloq solmasa, ahvolni e'tiqodchilar jamoatchiligiga uqtirib qo'y. Agar ularnikiga quloq solmasa, uni butparast yoki insofsiz boshgir qatorida ko'r. Bilib qo'yinglarki, sizlarning yer yuzida yo'l qo'yganinglar erishdimi yo'l qo'yilib bo'lgan bo'ladi. Sizlarning yer yuzida yo'l qo'yganinglar erishdimi yo'l qo'yilmagan bo'ladi. Shuni yana bilib qo'yinglarki, yer yuzida oranglardan 2 kishi bir niyat, bir maqsadda bir narsani tilab duo qilsa, erishdiki otam ularning tiligini ijobat qiladi. Chunki 2 yoki 3 kishi mening nomim bilan qayerda jam bo'lsa, men shu yerda ularning orasida bo'laman. Bu chaqda Petrus Hazreti Aysoning oldiga kelib, "Ey Rabbim, qarindishimning mening oldimda o'tkazgan qancha qitimli gunohini kechirishim kerak? 7 qitimmi?" dedi. Hazreti Ayso uningga, "Bilib qo'yginki, 7 qitim emas, 77 qitim." Demak, arishning podshohligi chakorlari bilan hisob kitob qilmoqchi bo'lgan bir podshohga o'xshaydi. Padişah hisob kitobning boshlig'ida
uningga millionlagan kumush tangi qarzlar bo'lgan bir chaqar keltirilibdi. Chakarning to'lash iqtidori bo'lmaganlikdan podshoh uningga o'zini, xotin bola joqisi va bor yo'qini setib, qarzini to'lashni buyuribdi. Chakar yerga tizilib turib, xo'jayini podshohga "Menga kengchilik qilg'ayla, butun qarzimni cho'qim to'layman" deb yolg'iribdi. Xo'jayinning chakarga ichi og'rib, qarzini kechirim qilib, uni qo'yib beribdi. Lekin chakar u yerdan chiqib, o'ziga bir nechta tanga qarzlar bo'lgan yana bir chakarni uchirtibdi. Uni tutib elib, bo'ynini siqib turib, "Qarzingni to'la" debdi. Bu chakarmi yerga tizilib turib, "Menga kengchilik qil, qarzimni cho'qim to'layman" deb yolg'iribdi. Lekin boshdagi chakar buni rad qildi va uni zindonga tashiltib, "Butun qarzni to'lamaguncha zindonda yotsan" debdi. Bu ahvolni uqib, ichi intayin og'irgan boshqa chakarlar xo'jayinning oldiga berib, ahvolni boshdan oxir xabar qildi. Buning bilan xo'jayin chakarni chaqirtib, "Ey yomon chakar, menga yolvug'uning uchun shuncha ko'p qarzingni kechirdim. Men sana ish og'ritganimdek, senmi chakara birodaringga ish og'ritishing kerak edi-ku" debdi. Buning bilan g'azablangan xo'jayin uni butun qarzini to'laguncha zindonda yotqizish uchun vahshiy guntbaylarga topshirib beribdi. Shuningga o'xshash, agar hammanglar qarindoshlaringlarni dilinglardan kechirmasanglar, arishdagi otammi sizlarni kechirmaydi.